Assalomu alaykum, qadrdon obunachilar, barcha-barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz, qadrdonlar. 30-dekabr xudo xohlasa, ertalab tong oqardi, nasib etsa. Qadrdonlar, bugun mana shu ekranda ko'rib turgan buqa so'yiladi. Alloh nasib ro'za aylasa, bu yillari buni ko'rib turganlaringizdan. Buqa shuningning ko'rinishda. Qadrdonlar, aksiyamizning ikkinchi kuni ham tugadi bugun. 31-dekabr kuni ertalab birinchilardan bo'lib kelgan 20 mijoza 2 kilodan oshiq go'sht xarid qilgan, 1 kilodan shoshik jon qo'shib beriladi, qadrdonlar. Yana bir kun bor xudo xohlasa aksiyamizga. Ko'rib turganlaringizdan bu yerda faqat buqa so'yilib turibdi Akbar qassobda. Buqa go'shtini bemalol kelaverasizlar. Mana shu joydari o'zimizning buqalarimiz, qadrdonlar, mesni buqalarimiz zo'r boqilgan, qadrdonlar. Steak varianti islamı, shoshik jon islamı, yog'laxim отдельный, suyak отдельный. Har xil variantda go'shtdan xarid qilishlaringiz mumkin, qadrdonlar. Videomizni ko'rgancha ko'rganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir like bosasizlar, qadrdonlar, izohlarda o'zlaringiz fikringizni yozib qoldirasizlar. Jaydari buqani go'shtini kelaverasizlar. Kirib kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Barcha-barchalaringizga yangi yil shodiyanalari bilan 2026-yildan chin yurakdan tabriklayman sizlarni, do'stlar. Bugun ko'rib turgan asrak buqalarning go'shtini bemalol kelishlaringiz mumkin, qadrdonlar. Manzil Qo'riqtom madaniyat markazini ro'parasida Akbar qassobning go'shtxonasi bo'ladi, qadrdonlar.